Assalomu alaykum qadrdonlar, obunachilarimiz bormisizlar, omonmisizlar? Mana bugun Xudo xolasa Qo'g'ay qishlog'ida telefon xizmatlarimizni yakunlab oldik. Farhodjon akamizning xonadonlarida. Mana do'stlar, ko'rishlarim o'ta chiroyli chiqqan. Oq pason hammasi, kasetalarimiz oppoq bo'ldi. Mana obunachilarimiz, obzorlarimizni sizlarga ko'rsatib boramiz, Xudo xolasa. Hop, qadrdonlar, dorizaxonamizni uzunligiga keladigan bo'lsak, 15 metrga 4 metrli xonadon bo'lgan dorizaxonamiz. Mana obunachilarimiz, chekkalari oppoq kaseta bo'lgan, qora karniz, yaltiroq lentalarimiz bo'ldi. Mana obunachilar. Mana qadrdonlar, Xudo xolasa dorizaxonamiz uzunligiga ko'ra 2 ta rombik soldik. 2 ta rombik chiqargan, moslab ko'rdik. Obunachilarimiz ko'zni toniqtirmaydigan pason bo'ldi. Hop, hozir hayvonni ko'rsataman qadrdonlar. Mana obunachilarimiz, hayvonimiz ham xuddi shu ahvol. Shu oppoq kaseta bo'ldi. Hop, bayga rombik solmadik. Rombikni solinmadi mana. Qadrdonlar. Hopda, bu hayvonimiz uzunligiga keladigan bo'lsa 12 metrga 4 metrlik bo'lgan. Bu ham kattagina joy. Hop, qadrdonlar, mana oldi shapkaga keladigan bo'lsak, oldi shapkamiz 1.10 chiqqan ekan. Mana qadrdonlar, shaxmat holatda bo'lgan. Sliflar, vodostoykalar hammasi o'zimiz o'rnatdik. Slifga oq qosh o'rnatdik. Mana obunachilar, endi uzr, jicha shovqin bo'lyapti. Qo'shni tomonda jicha o'tin aralashyapti mana. Mana obunachilarimiz, kimga telefon xizmatlari kerak bo'lsa, bexijolat telefon qilishlar, murojaat qilishlar mumkin. Aytgan pasonlarda qilib beramiz. Xudo xolasa. Mana qadrdonlar, oldi shapkamiz shaxmat holatda bo'lgan. Hop, qadrdonlar, ko'cha tomonga keldik. Mana vodostoykalari bo'lgan, oppoq kaseta holatda bo'ldi. Mana obunachilarim, slifni ham, vodostoykalarini ham o'zimiz o'rnatdik. Slifga oq qosh o'rnatdik, hammasi. Hop, ko'cha tomonining uzunligi 22 metr ekan. 22 metr. Mana vodostoykalarimiz. Har bitta vodostoykaga 5 metrdan vodostoyka ketdi. 5 metrdan. Mana bunisi. Qadrdonlar. Hop, telefon xizmatlari kerak bo'lsa, bexijolat telefon nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Telefon qilishlari mumkin bexijolat.